Iqtidor to'plami birinchi mavzu 46-masala. Abituriyent birinchi, ikkinchi, uchinchi kun iste'mol qilgan ovqat tarkibida hosil nisbati quyidagicha deb berilgan masalada. Ya'ni bu yerda kunlarni yozib oldik alohida. Birinchi kun, ikkinchi kun, uchinchi kun. Shularga berilgan nisbatlardan, ya'ni hosillarning nisbati 1,2, 0,8, ya'ni nisbatlarda berilgani uchun bularni x qildik, ya'ni 1x, 1,2x, 0,8x qismdan hosil iste'mol qilgan. Uglevod miqdori ikkinchi kuni 400 gram iste'mol qilgan. Birinchi va uchinchi kun iste'mol qilingan oziq miqdori teng degani uchun, ya'ni bu yerda ko'ryapsizlar, a gram bo'lyapmiz. Birinchi kuniga ham, uchinchi kuniga ham a gram, ya'ni noma'lum a soni degan ma'noda a gramdan olingan. Shu yerda bir xulosa bor, ya'ni yog'ni ma'lumoti berilyapti. 110 gram birinchi kun iste'mol qilgan, har kuni 10 gramdan kamaytirib 100 gram, 90 gram iste'mol qilgan deb olamiz. Keyin bir ma'lumot bor bizda. Uglevod 400 gram uglevod o'sha kuni iste'mol qilingan, ya'ni ikkinchi kun iste'mol qilingan hosil va yog'ni miqdoridan 180 gram ko'p debdi. Ya'ni biz o'sha 400 gram 180 gram ko'p bo'lsa 180 gram ayab tashsak bizda 220 gram, ya'ni yog' va hosilning yig'indisi kelib chiqadi. 220 gram. Bu yerda ko'ryapmiz, hosil 1,2x, yog'imiz esa 100 gram. Ikkalasi 220 gram deyapti. Ya'ni 1,2x plus 100 gram teng 220 gram chiqishi kerak. Shundan xulosa qilib tenglamani ishlasak 100 ayirish bo'lib o'tsa 1,2 bo'lish bo'lib o'tadi. X teng 100 chiqar ekan. Tenglamadan. Mana shu tenglamamizda x teng 100 bo'lsa, demak hosillarning massasini yozsak bo'ladi. 100 ni x ga ko'paytirsak, ya'ni bitta x 100 gram bo'ladi. 1,2 x 120 gram bo'ladi. 0,8x 100 ni 0,8 ga ko'paytirsak 80 gram bo'ladi. Ana keyin bizga berilgan jami energiya miqdori 9350 kilokaloriyani tashkil etadi deydi. Xo'p. Bu yerda hozir noma'lum uglevodni topib olishimiz kerak. O'sha 9350 kilokaloriya energiyadan foydalanib topishga harakat qilamiz. Ya'ni tenglama tuzib olamiz. Oqsilimiz 100, 120, 80 qo'shganimizda umumiy oqsil miqdori 300 gram. Uglevodimiz 400 gram. 300 ga 400 bo'lsa umumiy 700 gram mahsulotimiz bor. Oqsildan ham uglevoddan ham 1 kilokaloriya energiya chiqishini hisobga olsak, bu yerga tenglama yozamiz, ya'ni 700 gram oqsil va uglevodnikini har birini 4,1 kilokaloriya energiyaga ko'paytiriladi. Yog'imiz 110, 190, jami 3 kunda iste'mol qilgani 300 gram yog'. Ko'paytiramiz 9,3 ga. Qo'shiladi. Yana bu yerda qo'shiladi. A gram uglevod, 3-kuni ham A gram, jami 2 ta A gram bo'lyapti. Ya'ni 2 A gramni ko'paytirib olamiz 4,1 kilokaloriyaga. Umumiy chiqadi bizga 9350 kilokaloriya energiya chiqishi kerak. A teng 450 gram bo'ladi. Ya'ni masaladan xulosa chiqarishimiz mumkin. Bizda o'sha uglevod miqdori iste'mol qilingan 450 gram ekan. Savol: birinchi kun uglevoddan hosil bo'lgan energiya, uchinchi kun yog'dan hosil bo'lgan energiyadan farqini toping deyapti. Bunda qanday qilamiz?
birinchi kun hosil bo'lgan uglevod. Uglevod A gramm birinchi kun deganmiz, ya'ni A grammimiz 400 50 ko'paytirilgan. 450 grammni ko'paytiramiz 4,1 kilokaloriyaga. Ayiramiz 3-chi kun yog'dan 90 gramm. Ko'paytiramiz 9,3 kilokaloriyaga. Ikkalasini bir-biridan ko'paytmasini ayirsak, o'rtasidagi farq, ya'ni javob kelib chiqadi. Bu yerdan masalani javobi chiqib kelyapti. 1008 kilokaloriya energiya ajralib chiqar ekan. Ya'ni farq mana shunga teng.